tushuntirib beraman buni. Magnitli soqqalar chiqqan hozir. O'ynaganlar bormi? Umuman ikkita magnitni o'ynaganlar qo'l ko'tarsin, umrida bir marta bo'lsa ham magnit bor, qolgan o'ynamagan demak. O'ynaganmiz. Shuni yaqinlashtirgan paytingizda bir muvozanat nuqtasi bor. Juda nozik nuqta. Olib kelish rosa qiyin. Shunday millimetrlar yerda rol o'ynaydiki, sal yaqinlashsangiz taqqa yopishib qoladi. Sal qo'yib olsangiz, uzoqlashsangiz ko'pirlardan qochib ketadi. Bor shunaqa nuqta. Olib kelib qo'yganlar bormi bir marta bo'lsa ham? Qancha vaqt ketgan, qiyin juda. Endi tasavvur qiling. Mana shu ikkita narsa bir-biriga qanday qiyin keladi. Shu bitta qo'yingiz ham. Mana bu quyosh. Mana bu yer. Endi ancha kichkinaroq. O'rtasida qancha masofa bor? Qancha? Rahmat siz astronomiya, fizika ustoziga rahmat aytib qo'ying. Qolganlarga rahmat aytsin. 150 million kilometr bor. Ya'ni ancha uzoq, tasavvurimizdan uzoq. Xo'p, mayli, o'shani yaqin deb tasavvur qilaylik. Ikkita magnit deb o'ylaylikmi, bir-birini tortishadi. Shunda olib kelib turib, bitta nuqtaga qo'yishlik va magnitni qilib ko'rganlar bilan qanchalik qiyin. Endi undan qiyinroq narsa bor. Nima u desa, ekoyim o'zini o'qini atrofida aylanib tursa. Haligi magnitli soqqani tasavvur qiling. O'sha magnitli soqqani hamma tarafi sip-silliq bo'lganda aylanishiga xalaqit bermaydi, tortishishligi. Lekin yer unaqa sip-silliq emasda. Yer shar shaklda emas, yer tuxumsimon shaklda. Ya'ni tuxumsimon shar shaklda. G'adir bitta, ya Everestdan chiqib turibdi, yog'imni turibdi. Ya'ni o'shani qiyin tarafi nimaki? Do'mpak joyi bunday yaqinlashib kelganda aylanib ketadi, tortib ketib qolish kerak. Yoki qisqa joyga kelganda uzilib ketib qolish kerak. Tortishga ta'sir qilish kerak. Endi ular qiyinroq narsa bor, mayli endi buni amallariga. Ya'ni masofa juda kattaligi hisobiga u unchalik ta'sir qilmaydi. 150 million kilometr olti 8848 metr nima u hech narsa emas. Mayli. Endi aylanib turibdi-yu, eng qizig'i bu ham aylanadi mana shu. 365 kuni 5,5 soat 6 soatda mana shu narxda aylanib bir kun ham o'zgarmaydi joyi. Ya'ni boyagi muvozanat nuqtasiga olib kelish qanday qiyin bo'lsa, endi uni aylantirish undan qiyin bo'ladi. Xo'p, aylandi ham deylik. Undan ham murakkab narsa bor. Nima desa, yer bilan quyosh o'rtasida nima bor? Ikkita sayyora bor. Oti nima edi? Merkuriy bilan Venera. Bu Venera bilan Merkuriy o'rtaga tushib qolsa kerak qachondir. Tushadimi, tushmaydimi? Tushadi. Ikkita soqqani yoki ikkita magnitni mana shunday qo'yganlar juda yaxshi biladiki, yer atrofida oy aylanib kelib mana shu o'rtalikqa tushib qolsa, ya'ni Merkuriy yoki Venera agar tushib qoladigan bo'lsa, quyosh tutilish qiladi. Yo'q, gap tutilishda emas. Biz hozir tortish haqida ketyapmiz. Ikkita soqqani shuna qo'yganingizda o'rtani shuni yopadigan bo'lsa, yo bitta massa kelib qo'shiladigan bo'lsa, odatda agar u massa tortiladigan bo'lsa, mana shunaqasidan tortib qo'yish kerak, quyosh ikkovini ham.